Bilasizmi, bitta gap borda. Tug'ildim-u, bozorga bordim. Kapallik oldim-u, mozorga bordim. Onangizlarga qachon o'z qo'lingiz bilan shashlik qilib berdingiz? Onamlargami? Bir yildan oshib ketdi. Oxirgi marta lekin bir oy qilib bergan edim. O'shani eslab anaqa xursand bo'lgan edim o'sha paytda. Voy, tashlik qilib berishga har doim qilib bergim keladi, lekin hech iloj bo'lmaydi. Birga yig'ilishimiz qiyin bo'lib ketyapti. Farzandlaringiz qachon o'zligi tashkillashtirib sizga shashlik pishirib berishdi? O'zlari tashkillashtirib olib keladi tayyorini. Do'mda qila olmaysiz-ku. Men lekin qilganman, aytayapman-ku. Qilganman. O'zingizni farzandingiz o'zingiznikida. Kelinlaringiz ham o'zingizniki, nevaralaringiz bilan birga o'tirishga nima yetsin dasturxonda mazza qilib. O'tgan yili otamning tavallud kunlarida. O'zingiz tashabbus ko'rsatib, farzandlarga, aka-ukalarga emas, ota-onaga e'tibor ko'proq qaratib, shashlik pishirib berdingiz. To'g'risini aytsam, ancha bo'lib qoldi. 1 yildan oshib qoldi, 1 yildan. O'zim ko'pincha safarda bo'lib qoldim. Shu sababli unaqa yig'ilib shashlik qilib berishga to'g'risi vaqt bo'lmadi hali. Farzandlarim o'zimi? O'zim aytdim, men o'zim qilib berganman. O'zim qiziqaman shunga. Tez-tez yig'ilish qilib turamiz. Lekin qadrdonlar bilan uchrashib, yaxshi marosimlarni o'tkazishni xohlardim. Yaqinda bir hafta 10 kun oldin kollektivimizdan, do'stlar bilan emas, kollektivimizdan dachaga chiqib keldik. Dachada juda yaxshi yozdi. Hozir dacha sizdan oshirish ketadi. Yo'q. Ancha bo'ldi. Oila muqaddas, shuni bilishsin. Har kunimiz g'animat.